Kiramiz ustozlar. Internetingiz yaxshi ishlashi kerak. Canva uchun ham internet bilan ishlaydi. Mana tilini o'zgartirib qo'ygan edik lotin tiliga. Agar siz rus tilida yoki ingliz tilida qo'ygan bo'lsangiz ham bemalol amallarni ketma-ketligida bajarsangiz bo'ladi. Lekin izlash degan joyiga baribir ham rus, ingliz tilida yozsangiz yaxshiroq natijali narsa olasiz. To'g'ri, o'zbek tilida yozsangiz ham bo'ladi, lekin uncha topa olmay qoladi-da. Masalan, hozir yozamiz. Bugungi darsimizda diplom yasamoqchimiz. Mana diplom sertifikat deb yozdim. Pastga tushirib ko'ramiz. Mana bizga tayyor shablonlar chiqarib beryapti. Siz o'zingizga yoqqanini tanlaysiz. Mana qarang qanday chiroyli. O'zingizga yoqqanini tanlaysiz. Masalan, mana shuni tanladik. Ustidan bosasiz. Yozuvlarini masalan o'zbek tilida qilmoqchi. Ustidan bitta bosdim va tahrirlashga kirdim. Birinchi turibdi. O'zbek tilida yozdim endi. Yozdim. Kerakmas joylarini mana ikkinchi qatoridagi yozuv kerakmas ustidan bitta bosdimda. Qarang, o'shan ustidan bitta bosgandan keyin uni o'chirib tashlayman. Yana mana chizig'ini ustidan bossam ham menga kerak emas. Chiqib ketaman. Mana uchgan bo'ladi. Mana bu yerga yozmoqchiman, masalan, nima deb yozsam bo'ladi? Jonkuyar ustozlar uchun deb yozsam, xullas mana nima deb yozmoqchi bo'lsangiz yozasiz. Xohlagan matningizni kiritasiz. Ustidan masalan, mana bu yozuvni o'zgartirmoqchiman. Masalan, Yengiljon Avazmedova dedim. Qarasam katta bo'lib turibdi. Demak, men uni shriftini o'zgartirishim kerak. Mana xohlasangiz mana bu yoqdan mana shriftida har xil nimani ana yozuv turini o'zgartirsangiz bo'ladi. Keyin o'lchamini o'zgartirsak ham bo'ladi. Men chiqib ketib qopman. Mana shrift o'lchami deb yozib qo'yilgan o'zi mana. Qarang, mana katta, mana kichkina qildi.